Assalomu alaykum ko'rurmanlar. Biz bugun navbatdagi dunyo tartibidagi intayin muhim temalardan biri bo'layotgan Uyg'urcha GAGA deb atalib kelgan xalqaro sud mahkamasiningki Rossiya prezidenti Putinning ustidan uning Ukrainadagi urush jinoyatiga munosabatlik tutish buyrug'i chiqarganligini muhokama qilmoqchi. Bizning xabari bo'lgandek, mazkur sud mahkamasi bir yil burun Uyg'urlarningki munosabatlik davosini rad qilgan edi. Bugungi suhbatimizga Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulakim Idris efendimni, shundaqla tadqiqot yetakchimiz Elshad Hasan efendimni taklif qildik. Abdulakim aka, Elshadga xush keldinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, xush bulduk. Unda bo'lganda bu sud mahkamasi Uyg'urlarningki davosini Xitoy mazkur sud mahkamasiga a'zo emas deganni asos qilib turib, yana biri paket yetarli emas deganni asos qilib turib rad qilgan. Ammo bu qatim bo'lsa mazkur sud mahkamasiga a'zo bo'lmagan ham Rossiya ham Ukrainaningki o'ttirisida yuz bergan bir urush jinoyatiga munosabatlik bu hukmni chiqardi. Bu yerda bir qo'sh o'lcham bormi yoki prinsipsizlik bormi? Mazkur sudningki bu qarorni qanday tushunamiz? Oldi bilan Elshadga siz mushto'g'irliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Bir cho'ng savol bo'ldi. Men endi qonun akli emas, bo'libmi xalqaro qonun. Ammo meningki egalligim o'zimningki bilimi bo'yicha qisqa bir tushuntiray. Xalqaro jinoiy ishlar sudi 1998-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki birlik ovozi bilan Rom aktinomasi bilan qurilgan. Buningga shu vaqtda 120 davlat ovoz bergan, 7 davlat qarshi chiqqan, 21 davlat ovoz berishdan voz kechgan. Hozir 123 davlat. Buning ichida Amerika, Xitoy, Rus a'zo emas bu Rom aktinomasiga, yana shu xalqaro sud jinoiy ishlar sud mahkamasiga. Rus bilan Amerika o'z vaqtida buningga ovoz berib qo'shilib kirgan. Ammo lekin keyinida Rusmi chekingan va Amerikami chekirgan. Amerikaning chekingandagi sababi tajovuzchilik qilib kirish degan jinoyatiga xalqaro sudningki shu tadbiqiga qo'shilmagan. Amerikaninki qo'ygan talabi tajovuzchilik jinoyatini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarligi bekitib bo'lgandan keyin sud qabul qilishga bo'ladi deb bu talabni qo'ygan. Ammo uni sud rad qilgan. Shuning uchun Amerika chekinib chiqqan. Bu yerda hamda Xitoyning nima uchun buningga boshdan oyoq qarshi chiqib qo'shilmagan degan vaqtida Xitoyning ko'rsatgani xalqaro qonunninki hamma davlatga bob keladiganligiga shuningga qarshi chiqqan. Yana xalqaro qonun kishilik huquq davlat egaligidan yuqori turadi degan mushu prinsipga qarshi turganligidan, chunki Xitoy buningdan qo'rqidi. Shuning uchun buning qarshi chiqqan. Endi Uyg'urlarningki bu qonun bo'yicha mening tushanchamda agar a'zo bo'lmagan davlatni, ya'ni Rusma a'zo emas, hozir chekinib chiqqan, a'zo bo'lmagan davlatni arz qilish uchun birsi cho'qim shuning a'zo bo'lgan davlatdan birsi bu deloni sudga ko'tarib chiqishi lozim. Rusninkida meningcha Ukraina o'zi buni sudga yo'lladi. Ukraina buningki a'zosi. Shuning uchun Ukraina a'zosi emas. A'zosi emas bo'lsa, hamsi Yevropa davlatlarininki birasi. Men buni xatolashibman. Balki Yevropa ellaridan birasi, a'zodan birisi ko'tarib chiqqan bo'lishi mumkin. Hozirgi Uyg'urninki kelganda
Ben bir advokattan so'ragan, bularning deganida shu hozir Uyg'urlarninki buni bu xalqaro jinoiy ishlar sotiga akirish uchun cho'qim bir davlat, a'zo bo'lgan davlat ko'tarib chiqish. Yana Bermaliklarninki, Rohingyalarninkini Afrikadagi qaysi davlat birisi buni ko'tarib, apirib Gambiya, ha, xalqaro sotiga akirgandan keyin bu qabul bo'lingan. Shuning uchun lekin bu yerda men bir narsani to'xtay dedim. Gambiyaninki qirg'ini xalqaro jinoiy ishlar soti emas. U haliqi dunyo soti deb qaralgan BDTninki soti. Xalqaro dunyo adolat mahkamasi. Mau haliqi Gaga xalqaro jinoiy ishlar soti mau davlatni emas, shaxslarni, tashkilotlarni mas'ullikqa torta oladigan boshqa bir sotqu deydi. İkisi o'xshash deb. Ben müşahede bir ikki og'iz gap qo'shsam agar ruxsat bo'lsa Dilshod efendim. Bu xalqaro jinoyat sud mahkamasininki baya Dilshod efendim deb o'tib ketganga o'xshash 123 davlat a'zo bo'lgan, 118 hozirga qadar a'zo. Buningimi deyilgandek Ukraina va Rossiya a'zo emas, ammo Ukraina a'zo bo'lmasa-mu 3 qatim arz sungan. Bununki arzini qabul qilish qilmaslik yanala shu mahkamaninki o'z qarori ekan. Ammo oxirida bu Ukrainadagi urushni ham emas, faqat bu yerda bu Putinni va Putinninki yordamchisini, balalarga mas'ul bo'lgan bu xonimni Mariya Aleksanova Belova degan xonimni tutishdan chiqarilgan asosiy sabab 16.000 tane Ukraynalik kichik banarasida balalarni olib qochib, Rossiyaning ichida boshqacha tarbiyalash elib berayotgan degan bu sababni ko'rsatgan. Buningga 44 tane davlat xalqaro jinoiy mahkamasiga arz sungan. Bunun içinde Germaniya va Fransiya va Makedoniya bor. Sanab kelsa 44 davlat bunga arz sungan. Bu bir yilga yaqin davom qilgan bu arz sunishninki jarayoni. Hatta bununla mesela ahırda Yaponiya mı katlaşkan bu arasındaki. Şunun bilen bu nöbetteki bu Putin'ni ve Putin'inki balaları mesul hanım Alekseyna Belova degan hanım'a tutuş buyruğu çıkardı. Hem de hazırki bir yerdeki mesele Maria 44 evet. Maria Aleksinova Belova. Evet. Hem de bu bir yerdeki bu kanununki 44 devletninki bunun arz sunuşu. Bu kaçan çıktı bu kanun desek Rusiyanın Ukrayna'ya hücum kılgınlığa 387 gün boğa vaxtıda. Beni bugün 390 gün boptu. 500 minga yaqin canlı bu urushningki hozirgi ziyni inson ziyni 500 minga yaqin ziyondan so'zlayotdi. 200 minga yaqin Rossiyaning askarlari, 100 minga yaqin Ukrainaning askarlari va sivil insonlar 8 milyonga yaqin insonningki o'z yurtini tashlab qechishlari va kech kunduz hatto naq maydon degudek bir yerdeki bozuşla, öldürüşle, partlatışla körülgenden keyin bu 44 devletninki arz qilishi bilan bu qonunninki chiqishi yuz bergan. Buningki tafsiloti bu. Rahmat ablikim. Yanalı demek şu çoğun başka bir devletler bunu götürüp çıkışı mecburiyet. Hem bir yerde adılsızlık var mı degende menimce ochiq deyman, men bu yerda bu yoshirmayman. Adilsizlik bor. Bizninki uchrayotgan ziyonkashligimiz milliy qirg'inchilik dedi. Milliy qirg'inchilik degandan keyin xalqaroni oz deganda biz deyish emas, biz Gambiyadek bir davlatni izlash emas, shu milliy qirg'inchilikni e'tirof qilgan davlatlar o'zlari berib, shu jinoiy ishlar sotiga Xi Jinpingni yo'llashi lozimdi. Ammo hozirgacha bir davlat buni yo'llash emas, Xitoy bilan bo'lgan munosabatida Putinni ayblagandek bir ayblash yo'q. Masalan, bu yerda balkim ba'zilar deydi, menimcha cho'ng farq ko'rsatayotgani, ablikim deganga o'xshash.
Maria Alexis hanım dedik mi? Bu ayal Putin'e doklad qilgan yeri bor ekan. Shu vaqtida hozir Rusning davatqini Ukrainadagi 16 ming bolalarni olib qochib ketgan deydi. 16 ming. Rus e'tirof qilgani qiziq yeri Rus debdi. Biz 2 mingdan ketdik debdi. 2 mingni biz ularni opirib Majiti Misrlar saraylarida bu yerlarda biz ularga nayti yaxshi muomala yaxshi qarab muarif beryapmiz deb buni e'tirof qildi. Endi Uyg'urnikiga kelsak, Ejuyan Zinza apandim uningdan jiq sallaninki Uyghur Jiti Misr ballarining Qashqa, Xotdan hamma yerlarda bağlığını bunu götürüp çıktı, ispat bilen, dalil bilen. Xitay özününki itiraf kıldı mı? Xitay mı itiraf kıldı? Amaliki hazırgacha bir devlet çıkıp, xalqaro sotida yoki bir devlet çıkıp, Uyg'urning munchilik ballarini akitibdi deb bir amaldor deb baxtimi? Menki amaldorlarning deganlar asosan yo'q desak bo'ladi. Bu yerda tengsizlik bor. Qonun o'xshash, ama şu kanunni ahirsi qabul qilish qilmaslikda xalqaroning bismi qanchalik degan gap mayadiki, bu negiz yeri nima degan vaqtida bu yerda qanchalik kuchlik sotga xalqaro bisim qila oladi. Savolga qisqa shunchalik javob berib turay. Ko'p rahmat. Meningki ko'rgan materialimga qaraganda bu qarorni chiqarishdan burun bu sotninki teftişleri Ukraynaga 4 qatim ziyoratga beribdi. Ve bir yıldan bu yan bu Rossiyaniki Ukraynadagi urush jinoyatini tekshirib, aniqlab oxirida o'tgan ayning 20-nechida sotqa resmiy ayblashnomani sunibdi ekan. Bu ayblashni qarab chiqish orqali bu qatim yana 17-slar juma kuni sot mahkamasi rasmiy tutish buyrug'i chiqaribdi. Demak, bu yerda bir tekshirish mexanizmi allaqachon boshlanib bo'lgan ekan bu Rossiyaning Ukrainadagi jinoyati uchun. Navbatda bu haqdagi ayblashlarning texmo davom qildiganligini tilga olibdi. Faqat shu Rim ahdnomasi bo'yicha nupusni yotkash nupusni bolalarni bir rayondan yana bir rayonga majburiy yotkash xalqaro jinoyat bo'lg'achqa hozir mushu jinoyatni tutib turib ayblabdi, ammo boshqa jinoyatlar ustida davomli yana aybnoma sundiganligini eskartdi. Demak, endi mening his qilganim bu yerda mushu Uyg'urlarning masalasiga kelganda bu yerda o'xshamaydigan bir nuqta. Ukraina bir taraf bo'lish sifati bilan bu sot mahkamasiga ishkini ochadiganligini va tekshirishga moslashadiganligini, qarshi oladiganligini bildirgan ekan. Gerçi her iki taraf hem de sotning a'zosi bo'lmasa, ammo Xitoyga kelgan vaqtda Xitoy qanday xalqaro tashkilotning tekshirishini rad qilgan bo'lg'achqa mushu farq bor ekan, ammo undan boshqa bir qonuniy asos ko'rmadim. Endi Adlikim sizdan mushu agar men ruxsat qilsangiz mushu sizning degan gapingizga bir nima qaytishni o'ylashyapman. Bu biz bildiğinizdek Ukrayna'da davatımız 500 mingga yaqin adam öldü. Mahallelerde katliamlar ilip verildi. Bu xalqaro jinoiy mahkamasi bununla qarata Putinni tutush buyrug'i chiqarmadi. Fakat Putinni tutush buyrug'ini chiqargan manba nimaga asoslandi? Ukraynalik yosh bolalarni, ularni ortodoks xristiyan, ruslarni ortodoks xristiyan, belki tili biraz farklı bo'lishi mumkin. Rusiyaning ishkir taraflariga yo'tkab, ularni boshqacha tarbiyalab, ota-onasidan ayirayotganligi uchun bu hukm chiqdi. Endi menimcha bu biz Uyg'urlar uchun bir fursat deb qarayman. Biz qandaq yerda bir imkoniyat bor ekan, uni mustahkam tutishimiz kerak. Masalan, Ilshod apandim deb o'tganiga o'xshash Andrea Zensninki o balalar to'g'riliq 500 mingga yaqin Uyg'ur balalarınınki ota-onalardan ayrılıp mecburi Xitoychilashtirish va boshqa maktablarga o'tkab ketganligi haqida report var. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining reportlari bor. Ba'zi reportlarda 900 ming deydi, ba'zi reportlarda
1 milyon deydi. Ama inik Evet. boğunu Uygurlardan köplegen balalar ailesinin ayrılıp ketilgen. Bence biz bu meseleni, şu Ukrayna'daki kanun akkan bu meseleni tutup mümkün kadar bir adukatlar guruhunu teşkillep, şu delil paket ispatlar bilen Halkara Cinayi Sud Mahkemesi'ge Xi Jinping'ni cinayetçi dep bir az kılış biz için bunun burunma menişkan yollar buluşu mümkün ama tekimi bunu müstehkem tutup mağdırgan bir fırsatın ki çıkarlığını his kıldım. Rahmet. Sizden bayan Muşu kararının ki Halkara Cinayetler Sudu'nun ki Putin ve onun ki işxanasındaki balla hukuku hizmetine mesul bu Maria Livova Bilova işte okup durayım ben. Şu ayalının ki üstüden çıkarılgan bu kararının ki cereyan doğrusunda sual sormak istedim. Siz yukarıda özünüz aktiflik bilen bu doğruluk düşünce bilip öttünüz. Muşu hakkında tuluklaydığınız olsa tuluklasanız bulmasa başka sual götürme. Bunu bu hakta tuluklaydığımız bu halkara kanununki özününki bir kanun yolu mekanizmleri var. Şunu düşürüp mağan Oruslarınki Bucha ve başka şehirlerde elip bağan katliamlarını report kılıp ve balalarının tutup ketkenliklerini report kılıp Halkara Cinayet Sud Mahkemesi'ge sungan. Halkara Cinayet Mahkemesi bazı bu uruşlarının ki Geneva Convention'daki Geneva Ahdnamesi asası da bulunduğun o kanuni tarafları bakken. Bunu faqatlam şu balalarının ki tutup getirilgenliğine köngül bilgen. Bunu köngül bilişideki sebep mi? Arkadan her bir kıtım biraz bula demek bu kaganda pesip kaga vaxtıda ya ki asta tekşürüşlerini aslatqa vaxtıda başka devletle yeniden delil ispatlarını toplap ve her ay her günü degende bu materyallarını bula yenilap tuğan. Ahırda bu Halkara Cinayet Sud Mahkemesi Putin'i ve onunki balaları mesul boğan Maria Hanım'ını tutup bunu bir sot epberiş demesini oturup koygan. Hem de biz bir yerde bunun yeni bir mühim bir tarafi 118 devlet Halkara Cinayet Sud Mahkemesi'ne imza atkan bolsa bunun içinde Fransa'ya var, Germaniya var, İtalya var. Mesela Germaniyanınki Adalet Ministri Marco Buchmann kaç gün tüdüğün aldığın günlere bayanat verip eğer Vladimir Putin Germaniya tuprukıga kelse onu tutup Halkara Sud Cinayet Mahkemesi'ne tapşırdıqanlığını bildirdi. Bir yerde gerçi bu Halkara Cinayet Sud Mahkemesi'ninki özünün bir vasıta ondak bir tutuş epberiş küçü bolmagan bile bunu imza atkan kanun tarafından başkurulduğun, nurgulluğun devletler var. Bu devletlerge Putin'in kilişi yok diyen gap. Yani Putin için dünya teknik küçükleşke başladı desek buludu. Okşaşla biz imkan kadar bütün imkanlarımızı, delil ispatlarımızı toplap ve bu fırsattan faydalanıp Halkara Cinayet Sud Mahkemesi'ne sunup, bunun taraftar devletlerinin işlerini kıkıp mansak, bence bu Xi Jinping için şunday bir karar çıksa, onun için mi bir dünyanın ki adalet için tik turduğanlığını köstüş imkaniyetinin ki mevcut ikenligini oylayım ben. Çokum şundak bunu da karamayım ben ama bunun da bir tiriş bakışta payda var da oylayım. Rahmet. Unda olsam İlşat Kam'dan sorayamdı. İlşat'ka bu xil kararlarının ki ilgili örneki var. Mesela Putin növbette şu vazifede turup tutuş bölükü çıkarılgan 3. prezident benim bilişimce. Vazifesinden kaldırılgandan keyin çıkarılgan sotlanganlar köp. Ama vazifede turup tutuş bölükü çıkarılgan 3. prezident bununki biri Sudan'daki sabık prezidenti Umar Bashir, yani biri Libya'nın sabık prezidenti Muammer Kaddafi.
Endi bularning her ikkilisi xalqaro sotqa vazifadagi vaqtda topshirilmadi. Hem ular ziyorat qilib borgan davlatlarmi buni rad qildi, yani tutib topshirishni rad qildi. Masalan, meningki eng esimda qolgani Bashir, yani Sudanning prezidenti Ömer Bashir Turkiyaga ziyorat kelgan vaqtda bu yana Turkiya chiroyli yo'lga qo'yib qo'ydi. Undaqda sizningcha bu Putinni qo'lga olish mumkinmi? Yuqorida deb o'tgandek bu ahdnomaga imzo qo'ygan 114 davlatga ziyoratga borgan vaqtda buni qo'lga olish bu davlatlarning qonuniy majburiyati. Endi Putin nimali bo'lmasin Liviyadan, Sudandan kuchli bir davlatning prezidenti. Shunga siz bu qarorni ijro qilindi deb qaramsiz? Qonunninki cho'qim ijro qilindi. Ama qaysi yo'l bilan, qanday usul bilan ijro qilindi? Buni biz yana shahid bo'lamiz deb o'ylayman. Uzunga qolmadi ijro bo'lishi. Chunki siz xuddi abay deganga o'xshash, Ömer Bashir olsun, Muammar Kaddafi olsun, bularning hammasi hozir bugungi kunda Ömer Bashir turmada. Sudan o'zidagi turmada, sotda. Sudanninki xalqaro jinoiy ishlar sotiga bergan javobi biz o'zimiz sotlab bo'lib, uningdan keyin sizlarga o'tkazib beramiz dedi. Demak, Sudanda sotlanadi. Uningdan keyin u jazosini o'tkazib bo'lgandan keyin xalqaro sotga o'tadi. Demak, Ömer Bashir keyingi hayoti turma lagerlarda tugaydi, turmada. Endi Muammar Kaddafiga kelsak, 2-3 kunning oldidagi yana bir intervyuda biz o to'g'riliq men azroq qisqacha bir javob bergan. Shu xalqaroning chiqargan shu tutish buyrug'i bilan Muammar Kaddafi hech narga chiqolmagan, jiq davlatlarga borolmagan. Berishning oldida shu davlatdan cho'qim bir kapolatni olmagicha borolmagan. Eng oxirsida o'ldi o'zi. Ama şu vaqtida men yana desem, yana bir qitim ta'kidligim bor. Amerika bilan Saddamni taz tirkishgan vaqtida bu gezitga chiqqan ayni o'z so'zini unutib topolmadim. Muammar Kaddafi Saddamga telefon qilib ko'rishgan vaqtida eng yaxshisi Amerika bilan tepishma, Amerikaga deganini qil, bo'lmasa oqibat yaxshi bo'lmaydi, kuchimiz yetmaydi-ku degan tavsiyasi bor ekan. Ahırsını biz gördük. Saddam'ı şu dargı isildi. Hem de tahtedin düşken yanı bir kişi vardı. O bolsa Serbiyan'ınki sabık prezidenti Milosevic. Bu adam mı hele nim qıpaqan Serbiya hükümeti bunu qoğdap mı baktı bir mezgil. Hatta tapan mı duk mu dep baktı. Ahırsıda Avrupa Birliği'ninki qattiq besim astida onu taptı. Hem sot topshirib berdi, sotninki turmada o'ldi, mening esimda xatolashmasam. Demak, qonun, xalqaro qonuni jakarlaganning hech qaysisi yaxshi bir oqibatga qog'ini yo'q. Hammasi qonun bilan jazolandi. Bu demak, xalqaro qonuni jakarladi bir odam jinoyatchi deb bu ijrolanadi. Ammo kechikishi mumkin yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Bu yerda Putinga biz bu tutuş buyrug'uning oldi keyni hammani kuzatib, vaqtini kuzatsak, amaliyotda bu Abdukim abay deganga o'xshash bizga bir yaxshi signal. Nima uchun Xi Jinping men Rossiyaga ziyoratga borma degan kunning ertasi hukumati jakarladi, tutuq buyrug'i chiqarildi. Bu demak, buningki bundaq vaqtida chiqarilishi şahsen ben tasadifi o bir kanun sotning kararı şu keniga to'g'ri kelibdi deb o'ylamayman. Chunki xalqaro sotlarida bo'libmi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tasdig'i bilan chiqqan sotlarda odatda qaysi kuni uqtirishni bular xeyli jiq o'ylashidi. Uqtirishining vaqtidan tartib. Demak, bu yerda Xi Jinping'ninki berishini jakarlagandan keyin Putinga tutuq buyrug'ini jakarlashi birinci Xitoyga bergan signal. İkinci, Birleşken Devletler Bexatarlik Konsulininki 5'ning biri.
Beşinin biri boğan bu devletinin devlet Cumhuriyet prezidentisiga tutuq buyruq chiqarish bu nima deganda BDT'dimi islaha Amerika'ningki qayta BDT'ni o'zgartimiz degan bu Amerika'ning emas xalqaroninki bu talab. Buning birinchi qadami boshlandi desak bo'ladi. Chunki burun bu 5'ninki yana bexatarlik konsulning 5 a'zosi var. Mangulik a'zosi. Xitoy, Rus, Amerika, Fransiya, Angliya. Bu 5'iga hech qachon bunda bir tutuq buyruq chiqarish uchun xeyli kengayishyapti. Bu daqiqatin bu uqtirishni chiqardi demak, hozir BDT birligidan mushu bexatarlik 5'ning ichidan Rusni chiqarib o'tish degan talab yuqori bo'lyapti. Bu uqtirishning chiqarilishi meningcha bu konsulninki bexatarlik konsulni islohot qilishga birinchi qadam. Ikkinchisi Xitoy bo'ladi. İkincisi Xitoy. Shuning uchun bu tutush buyrug'ining chiqarilishi birinchi ijro bo'ladi. Ikkinchi uningga ishonchim komil men. Chiqadi cho'qim ijro bo'ladi. İkincisi Xitoyga bergan signal bizga bir ilhom. Üçüncüsü BDT'ninki islohoti shuningdan boshlandi desak bo'ladi. Hamda to'rtinchisi Rus o'ziga. Bu yerda bunda bir uqtirishni chiqarishi Rus davlatiga, Rus xalqiga bergan bir signal. Sening beshingda o'tag'an bir xalqaro jinoyatni o'tkazgan qotil yoki bir jinoyatchi. Bunda bir jinoyatchini og'dirib o'tish xalq uchun haqliq, huquqliq majburiyat. Shuning uchun shu bir necha nuqtadan analiz qilsam, bu uqtirish, tutuq buyruq, jazolash buyruq cho'qim ijro bo'ladi. Bu kun meningcha bak uzun emas. Balkim bir yil oxirigacha desam, hozirroq uzun deb qo'ygan bo'lishim mumkin. Rus o'zi o'tkazib berish ehtimoli naytcho'ng. Garchi tunagango deyman. O bironqi Putinninki ham Rossiyaning prezidenti bo'lib baqqan, ham bosh ministri bo'lgan Medvedevninki bir gapi borki, bizning boshqurilish bombamiz Xeygigim yetalaydi deb xalqaro sotib taklif qildi. Demak, buni shu yani bombardimon qila olamiz demakchi. Qilanmaydi. Uni qilanmaydi. O popoza. Ama bular bildi. Hazır bizning beshimizda o'tag'an Rusning amaldorlaridan tortib, bilgini bizning beshimizda o'tag'an bu bir baloyi ofat, bir jinoyatchi, bir qotil, bir o'rishga haqliq bir urush jinoyatchisi deydi. Urush jinoyatchisi. Shuningga cho'qim ijro bo'ldi. Rahmat. Ko'p rahmat. Yuqoridagi sizningki shu qarorning e'lon qilinishi haqidagi intayin muhim bir uchurni berish uchun shu Xitoyninki davlat raisininki Moskvaga ziyorat qilgan vaqtga udul kelganligi tasadduqiylik emas dedingiz. Bu qarorninki e'lon qilinishi munosabati bilan mazkur sud e'lon qilgan bayonotdami buni shu vaqtda e'lon qilishninki jamoat fikri yaratish ekanligini ve xalqaroliq besimni kuchaytirish bilan birga mazkur jinoyat gumondorlari ve başqa shunga o'xshash kishilarninki texmo ig'irlab jinoyat sodir qilishining oldini olish, ularga bir signal berish ekanligini ta'kidlabdi. Men shu munosabatlik bayonotni o'qib chiqqandim. Bu sizningki qarishingizni kuchlantirdi ekan. Unda qo'sam Abduhakim aka, yuqorida ilishayotgan bu qarorninki nihoyatda ahamiyatli ekanligini, buning ijro qilinganligini, mayli qachonli bo'lmasin jinoyatchininki uz kun ko'maganligini o'tirib qo'yib o'tdi. Endi bu jinoyatga biz Xitoynimi sherik deb qaraymiz, chunki Rossiyaninki Xitoyga hujum qilish, Rossiyaninki Ukrainaga hujum qilishida pardikayinda Rossiyani qo'llayotgan va o'zininki razil maqsadi eng cho'ng ehtimollik Tayvanni elish uchun bu hamkorlashayotgan bir orqa ko'rinishni bilamiz. Endi
Xitoy o'zimi Uyg'urlarga nisbatan o'xshash jinoyatni sodir qilayotgan bir davlat. Endi siz o'tgan oylarda hozirmi siz Pragda deyman. Shundaqmi? Polsha'nın paytaxtı Varsav'da. Varsava'da. Yana faoliyatlarni olib beryapsiz. Endi sizningki o'zingizningki shu siyosiy yo'llar bilan, parlament a'zolari bilan, har sohadagi ishlar bilan aralash jarayonida his qilganlaringizga asosan Xitoyni xalqaro sudga tortish, Xitoyninki mayli Rossiyaniki Ukrainadagi jinoyatiga bo'lgan sherikligi nuqtasidan bo'lsin yoki Uyg'urlarga nisbatan o'tkazgan insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun bo'lsin, Xitoyni o'xshash bir javobgarlikka tortish jihatda qanchalik bir xalqaro tunish borligini his qildingiz va bu jarayonda sizningki shu boshqalar bilan suhbatlashish, paranglashish, shu aktivizm, lobbichilik bilan shug'ullanish jarayonida ularga qanchalik bu jihatda ta'sir ko'rsatish mumkinchiligi borligini his qildingiz? Mush to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Köp rahmet Mehmet Tohta efendim. Bu meseleye iki türlü karışık buludu. Birincisi Putin'ni tutuş buyruğu çıkıştan aldı ki dünyanınki Xitayga karşı ve Putin'ni tutuş buyruğu çıkkandan keyin bugün Xi Jinping'nin Moskvaga berip Putin'ni ziyaret kılgandan keyin ki özgürlükler bu işe karab bölsek buludu. Mesela biz Yaponya'daki siyasetçiler bilen, parti rehberleri bilen, Tashqi ishlar ministridagi amaldarlar bilen kurashgan vaqtimizda Yaponiyaningki bu Xitoyni eng yaxshi, men ko'p davlatlarni aylanibdiman, ama Yaponiyaning bu Xitoyni eng yaxshi tushunadigan davlatlarning biri ekanligini his qildim. Yaponiya mayli Xitoyni bo'lsin, mayli Amerikani bo'lsin, eng yaxshi tushunadigan, ama bu Xitoydan kelayotgan tahdidninki nayti ig'ir ekanligini his qilayotgan bir davlat ekan va bo'libmi buningda Uyg'urlarga bo'lgan Xitoyni kelib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatmasa, Xitoyni bundan keyin to'xtatqilib bo'lmaydi degan ko'z qarashlarni biz bularga o'tirg'a qo'ygan bo'ldik. Bularningki bu ko'z qarashi bu Rossiyani mayli qurol jihatdan bo'lsin, mayli tashviqot jihatdan bo'lsin, Xitoyning nayti qo'llayotganligi aniq ko'rilib kelgan. Endi yana bir qiziq qadamisi bizniki bu Gretsiyadagi baş ministerinin Ali maslahatchisi, deymiz milliy bexatarlik baş maslahatchisi bilan appagan parangamizda davlat bexatarlik maslahatchisi. Davlat bexatarlik maslahatchisi appagan parangamizda bu adam o'zi naytiliqi insonparvar kishi ekan. Bizga istoshlikni bildirdi. Ama bu adamning degan bir gapi meni nayti ta'sirlantirdi. U bo'lsa-mu Gretsiyaning Rossiya bilan bo'lgan munosabatini bugünkü dereceye kelishini 2-3 yıl burun tasavvur qilish mumkin emasdi. Biz Rossiya bilan mayli e'tiqodda bo'lsin, tarixda bo'lsin, mazhabda bo'lsin, o'xshash xalq. Biz davomli Rossiya bizni qo'llab kelgan, biz Rossiyani qo'llab kelgan edik. Ama Rossiyaga bo'lgan pozitsiyamizni Ruslarninki Ukrainaga besib kirishi bilan o'zgardi. Endi biz bugun Xitoy davlati bilan temponluq muvazine siyaset hep berivatimiz. Bu hazır bizdeki devletimizdeki menfaati tutkan yolu. Ama ben oylayman ki Xitoyga bo'lgan bizning ko'z qarashimizni o'zgartirish uchun yeni bir so'qashga ehtiyoj bo'lmasligi kerak. Bu masala o'zgarishi mumkin degan paranglar bo'lishdi. Bizningki bu Chexiya praktiki senatorlar bilan, parlamentining muavin reislari bilan va aql ambardagilar bilan kurashgan vaqtimizdami bularning kimi so'zlagan so'zi shu bo'ldi. Hatta biz bu Pragda bu Putinni tutish qarori chiqishdan burun kurashgan senatorlar bor, tutish buyrug'i chiqqandan keyin kurashgan senatorlar bor. Tutish buyrug'i chiqishdan burungi senatorlar bizning hozirgi birinchi diqqat qilayotgan ishimiz Ukrainadagi urushni to'xtatish,
Xitoy hozir tinchlikparvar bo'lib, bu yerda men tinchlikni olib boraman. Men Xitoy masalan yaqinda Iran bilan Saudiya Arabistonning o'tirisidagi diplomatik munosabatlarni barpo qilishga yordamlashdi va xalqarodagi sahnaga o'zi aktiv qatnashyotdi. Bizning balki bu Xitoyni achchig'itib qo'ymasdan Rossiyada bir kelgusi arabuluculuk bir siyaseti bo'lsa, biz buni olib berishimiz mumkin. Ama yana ularning ammasi bor. Lekin biz sizlarningki beshinglardan o'tayotganini tushunamiz. Chunki biz natsistlarning qurboni bo'lgan, kommunizmning qurboni bo'lgan. Bu masalalar biz tariximizda unutib qolganimiz yo'q degan bo'lsa, bu qaror chiqqandan keyin kurashganlarimiz nima dedi desangiz, endi bu so'z so'zlanib bo'ldi. Bundan qaytirib olib bo'lmaydi. Tükegen tüpükni ağızga ağılıp olmaydı. Hamma devletler Putin'ni tutanması mı? Bazı kanun devletleri var deydi. Kanun devletleri bu devletlerge Putin'ninki kirişi tügüde. Ve Bay İlşad Hasan efendim dep ötkenge okşaş. Bu Oruslağı mı? Eğer sen devletlerinin milli menfaatini oylasan, iktisadını oylasan, kelgüsünü oylasan, bu Putin bilen bombaydı o. Degan bu signalni berdi. Endi buning yanıga bu Xi Jinping'ninki bu qarar e'lon qilinib bir qancha kundan keyin yanıga berib, uni ziyorat qilishi bu asosiyatdan biz shuni takrorladik. Bu Xitoy mayli askariy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, moliya jihatdan, diplomatiya jihatdan Rossiyaga yordam beryapti va Xitoyninki dunyoda barpo qilgan bir tashviqot propaganda mashinasi bor. Meyli Afrika'da olsun, Arap devletlerinde olsun, Latin Amerika'da olsun, hatta Garip dünyasında mı? Nurgulluğun televizyon kanallarını, yerlik gazetlerini, jurnallarını, akıl ambarlarını satıvagan ve onunla meblağ sağan. Bu organların hemmisi de Xitoy Rusya'nın teşvikatını kıpıravadı. Ve bunu bugün İran katıldı. İran dediğimiz fakat Farsça sözleydiğin bir İran emez. İran'ın kolu da bugün Irak bulutudu. Suriye bulutudu, Lübnan bulutudu, Yemen bulutudu. Yani Arapça dünyası da elip verilevatkan teşvikat, Komünist Partisi'nin teşvikatını azı Hizbullah'la, bu İranlıkla, bu Rusya'nın teşvikatını bu tarafını kılıbıtıptı. Ondakken bu garip demokratik elleri karısınız bir kısıp kalgandak, bir bucaki kap kalgandak bir ahvalda. Biz bunu kürsüz götürüştük. Ve hemen bu Japonya'nınki ministeri, baş ministeri Kishida efendim Hindistan'a gelip ötüptü. Japonya'nın 5. ayda G7 yığılışı Hiroşima'da elip verildi. 9. ayda Hindistan'da New Delhi'de, Yeni Delhi'de G20 yığını elip verildi. Biz mesela bu devletlerinki bazı mesulleri bilen görüşüp şu sahnelerde mi Uygur meselesine oturuğa koyuşunu bu Xitoyni bu haramzadeligidan yoki bu hiligarligidan yoki bu dunyoni aldab ketishidan to'xtatishning birdan bir yo'li Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtata olgan vaqtida, Uyg'urlar erkinligiga erisha olgan vaqtida sizlar emin bo'lasizlar. Buni qisil diqqat e'tiboringlarni berishinglar kerak deb biz Uyg'ur nuqtai nazardan masalamizni o'tirib qo'yapmiz. Masalan biz bugun Polshada, bu Polsha Ukraina bilan chegaradosh ve hazır Ukrayna'ya en köp yardım beriyotgan bir devlet ve bu Polsha bo'lsa, Polandliklar bo'lsa, natsilarning kimi qurboni bo'lgan, o'xshashlar kommunizmning qurboni bo'lgan ve Katolik din e'tiqodi nayt kuchlik bo'lgan bir rayon. Bularning kimi biz aql ambarlari bilan, hatta Xitoy shunoslari bilan, hatta Uyg'ur masalasini biladiganlar bilan bir qancha suhbatlarni elib bordik. Bularni qattiq qiynalib ketgan. Ya'ni Polshaliklarmi biz düşmanni avutib olmasligimiz uchun biz bu Rusya'ya merkezleşsek, dikkat etibarımızı merkezleştirirsek, bu Xitoy biz için Irak bir rayon deb qarab kelgan. Halbuki bu Xi Jinping'nin bugün Moskvaga berişi, bu Rusya'ya meyli qurolsiz, uçaksız aeroplanlarını berişleri bolsun, meyli maliyet taraftan yardım berişleri bolsun, bu hemmisi bugün deyimiz alayida bir dikkat etibar kazanıp etipti. Biz bugün mesela Polşa'nınki devletlik haber agentligiga intervyu berdik. Ular bana ait kızgınmış suallarını soraştı. Yani qanday qilgan vaqtida Ukrainadagi so'qash to'xtatqili bo'ldi degan. Bizning bergan javobimiz Rossiyaniki nafas berayotgan, Rossiyani diplomatik kuch berayotgan,
Rusiyaga yulanchiq bo'layotgan ve Rusiyaning bütün ta'tir tashviqotini dünya boyunca elib berayotgan ve bunun yanında turayotgan Xitoyga merkezleşsanglar, Xitoyninki bunga beradigan hayati yardımı to'xtasa, bu urush to'xtaydi. Bu Xitoyga munosabatli masala. Degan bu nuqta nazarlarni o'tirib qo'ydik, dalil isbotlar bilan. Bizniki Uyg'urlarniki masalasi albatta bu Ukrayna masalasiga chetishib qaraymiz. Rossiya Ukraynaga tanklar bilan, aeroplanlar bilan bombardıman qilib, har kuni televizorlarda bütün dunyoga ko'rsatib kirayotgan bo'lsa, Xitoy bütün dunyoni o'z tahdid oltiga elayotdi. Hiligarlik bilan, aldamchilik bilan, paraxo'rlik bilan, mablag' selish bilan, bo'lish bilan, bir-biriga selish bilan, parchalash bilan va parchalab boshqarish bilan bo'layotgan bir ahvol bor. Buni o'tirib qo'ydik. Bir his qilganim oxir deganim shu. Bu Putinning Putinga qarshi tutilish buyrug'i chiqqandan keyin Xi Jinpingning bu Moskvaga kelishi, gerçi g'arb davlatlari yoki bu qonun qarorini chiqarganlar ya boshqalar Xi Jinpingga shu tanlashni bergan bo'lishi mumkin. Ya sen uningdan qoral jihatdan, hamma jihatdan yordam berishini to'xtatsa ya borisada. Bağlılığınınki bizninki davayımız için, Uygurlar meselesi için yeniden bir şaraitini yaratıp berayotganligi ve bunun da biz özümüzden meselesini diyalişimiz gerekken. Biz hem de Uygurlar şunu oylaşıvatımız, davatımız bizge 7 yıl oldu mesela. Ben şahsen bana 2017'de 4. ayının 25'inden beri ata-anamdan haberini alanmagan bir bu aktif genosiddan qurboni bo'lish sifati bilan davat etdim. Bizge uzun bo'ldi. Bu dava 7 yildak bo'ldi. Keç gündüz bunu bu mesele to'g'riliq so'zlayapmiz, harakat qilyapmiz, o'qiyapmiz, tadqiqot ilib beryapmiz. Bu vaqtda xabarlarni ko'ryapmiz. Biz xuddi butun dunyo bilgandek his qilyapmiz. Ammo afsuski dunyo undaq emas ekan. Biz sirtqa chiqib o'ylagan vaqtida xabarlarda bir ishlar bo'libdi, aşağıda bir Uyg'urlarga degan hechliklar bilinadi ekan ba'zi yerlarda, ko'p yerlarda. Şuna taxı yana Uyg'urlarninki zimmesidagi yükning ig'irligini his qildim. Bu xalqaro vaziyat ciddi o'zgaryapti. Bu o'zgarish bu Ukraynadagi so'qash menimcha tugaydi. Bu Bayilshat efendim deganga o'xshashmi? Bu sotninki Putinni tutish qarori bilan Putin ninki tugishi rasmiy qadam bilan boshlandi. Bunun tamamen tügüşü vaqt meselesi. Bu Ukrayna meselesi hal olgandan keyin belki Rusya'da bir rejim özgerse, hükümet özgerse ya hakimiyet özgerse, belki o hakimiyet g'arbliklar bilan birleşip asli Rusya'ga haqiqiy tahdid bo'lgan Xitoy kommunistlarga qarshi sap elishi ajib emas deb qarayman. Avaz yok. Mehmet Tok'ta avaz yok. Endi Geldi. İlşat aka, sizningcha bu qarorniki ahamiyati qanchalik? Hozir siz Washingtondagi buningki ta'siri qanday bo'lyapti? Bundan başqa dünya miqyosida bo'libmi Beijingda qanday ta'sir qo'zg'ashi mumkin? Moskvaninki hozir bunga qaynab e'tirof qilmaymiz deb qaqshayotganini bilamiz, ammo dardini o'zi biladi. Siz mushu qarorninki siyosiy ahamiyati to'g'riliq to'xtalib qarashlaringizni o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Buldu. Amerika'da bununla naiti qo'llaydiganligini mana degan vaqtida buningki siyosiy ahamiyati yana bir jihatdan burun mushu uqtirish chiqishdan burun Amerika yana suhbat bilan Putinninki bir chiroyliqcha sahndan tushib Ukraynadan tajovuzchiligidan voz kechib askarlarni chekindirib chiqishga umid kutgan bo'lsa, bu uqtirish bilan Amerikaninki az sondagi bu to'g'riliq umid kutganlar umidni uzdi.
Belki bu mu Amerika'nın özünün mu aşında bir uqtirishninki chiqishiga qo'llaganliginingki bir signal bo'lishi mumkin. Shuning bilan ham demoqchi bo'lganim buning siyosiy ta'siri Amerika, G'arb dunyosi, Rus xalqiga, Rus amaldorlarga, hukumatlarga, haqiqiy Rossiya kuyindiganlarga bergan signal, mademni yo'qitsan, Ukrainadan chekinisizlar, ondan keyin qaytadan, ya'ni Yevropalikninki qatoriga kirib, G'arb demokratiyasi bo'lmaydi desanglar, sizlarni yana qo'ynimizga olamiz. Ammo oldingi sharti bu Putin yo'q qilish kerak. Buni badi Amerikaningki ham G'arb deyli. Ikkinchidan, abay dedim, Xi Jinpingninki berishining oldida uqtirishi amaliyotda Xitoyga oxirgi bir agah bu manda deganda. Hamda bu agahninki menimcha bugun hata biz Amerikaningki balkim yana Xitoyga qaytadan qattiqroq bir jazo berishini menimcha bugun atlardan chiqidi deb qarayman men. Chunki Xi Jinping u yerga quruq cho'qim dasmoylar bilan bordi. Amerika uning oldida Xitoyning yordam qilayotganligini Rusning tajovuzchiligi. Ammo lekin Xitoyninki lizul qoral dedi. Ya'ni lizul qoral degani ajallik qorallarni bermasligiga da'vat qildi. Ammo tunuguningizda chiqqan ba'zi xabarlarga Amerikada xabarlarmi garchi matbuotda butunlay erkinlik bo'lgan bilan ba'zi xabarlarni hukumat qasddan vaqti kelgan vaqtida hech kimga dema deb turib uqtirib qo'ydi muxbirlarga. Shuning bilan bu chiqdi. Maqsad hukumat signal berish. Masalan, tunugundan tortib Xitoyning o'q dora berayotganligini Amerikadagi cho'ng gazetlarda e'lon qilishga boshladi. Demak, hukumat bu yerda qasddan gazetlarni chiqaryapti. Demakchi bo'lgani, Xitoy sening qoral berayotganingizni biz bilamiz. Bugungacha biz sana agah berdik, birga turma dedik. Ammo sen anglamading. Endi bizninkini ko'r deb shuni Xitoyga bildirish. Bu siyosiy jihatdagi cho'ng nima? Bir aqituba bir siyosiy harakat bu mana degan vaqtida bu Xitoyga agah hamda Xitoyga agar sen Rus bilan qo'shilding, sen shu jinoyatchi bilan sherik. Senmi shu sotqa o'xshash tortilsa degan ma'u signalmi uning bilan birga. Bu birinchisi. Ikkinchi jihatdan Xitoyning ichidami hozirgi kelgacha Xitoyning Rus bilan yaqinlashib ketishiga, Rus bilan o'zini bir kemiga chiqib olishiga qarshi turayotgan Xitoylarmi bor. Ba'zinglar diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Xitoyda bir amerikashunos tadqiqotchi bor. Xeyli nomi bor. Yan Shuetong degan bir Xitoy bor. Mutaxassis Xitoyninki. Xalqaro ishlari mutaxassisi. Yan Shuetong oldida yana ochiq-oshkora so'zlab, Rus bilan birga bo'lish Xitoy zavolliq etmangdi degan bir so'z qildi. Bu Xitoyninki hozir Xi Jinpingning mushunda vaqtida ochiq-oshkora so'zlashi, uningga ruxsat qilinishi, demak, Xitoyning ichidami yanala Xi Jinpingning hozirgi bu siyosatiga, bu tavakkilchiligiga, talviligiga qarshi turayotganlar bor. Buningga bu uqtirish Xitoyning ichidagi qarshi kuchlarga bir signal berish. Shuning uchun bu signallarni qo'shib kelsak, bu tutuq buyruqning chiqarilishi Rus, Xitoy, Iran va mushularga agishayotgan bularning hammasiga siyosiy oqibatning qanday bo'lganligini beryapti. Bu bir ig'ir siyosiy oqibat. Har qanday bir davlat va uning xalqi va u hokimiyat uchun va u hokimiyatning ustidagi shaxsi uchun
ig'ir siyosiy oqibat bor. O siyosiy oqibatning qanchalik ig'irligini burun bunda uqtirishning chiqarilgan Ömer Beşir'ning turmidagi hayoti, Ömer Kazafi'ninki, Muammer Kazafi'ninki ölümü şu bir signal berdi. Albatta Serbiyanınki sobiq prezidenti turmada o'ldi. Onun mu bu siyosiy oqibatning qanchalik ig'irligini shuni ko'rsatib berdi. Endi biz Uyg'urlarga kelganda, menimcha Abduhakim Bey bu to'g'riliq to'xtaldi. Jiq to'xtalmayman. Bu demaklik, masalan, hozir biroq tezdan Abduhakimnikini anglag'ach to'g'rida aqtirdim. Masalan, Uyg'urlarninki xalqaro sotiga nim qilganligini mana degan vaqtida bir yerda rad qilishninki oldingi shartining birisi nayt mujmallikda Xitoyninki mana deganda xuddi Sharqiy Turkiston Xitoyning bir zimini shuningga bu yerda chegara atlab yo'tkigan yo'q degandek manda bir mujmal so'z bor. Onu qabul qilgan, Uyg'urlarning sungan xalqaro jinoiy ishlar sudidagini qabul qilgan bir gambiyalik bir nemeke aybliguchi deymiz. Baş taftish shu odam oxirgi bergan javobida bu yerda aniq bir chegara atlab yo'tkiganligini dalilligini bo'lmadi degandek bir mujmal so'z bilan. Hamda Ukrainaninkida bu yerda ben degandek şahsen benim göz karışımda bir yerde bir taraflımlığı var. O Ukrayna'nınki kelgende Uygur'unki bilen o'xshamagan o'lcham bilan qaravatqanligi bor. Buni ko'z yummaymiz. Uni tanqid qildigan vaqtda deyishimiz kerak. Har kim bir puhra bo'lgandiki biz. Albatta. Ammo bu yerda aşında bir mujmallar bilan Ukraina bir davlat bo'lgandan keyin onun davlat egiligi tajovuz qilib kirib, ani ochiq ketdi degan ma'ning bilan uni qabul qilish bir necha jiq davlatlar tang sungandan keyin, ammo bizningki kelgan vaqtida, mandal degan vaqtida Xitoyning xuddi bir egiligini yana bizning vatanimiz bir ishg'oliyat ostidaligini inkor qilganlik, Xitoyning egiligini tajovuzligini qonunlashtirgandek manda bir narsa bu yerda. Yana bir jihatdan mana deganda yana zo'ravonninkini yamonga azroq yo'l qo'ygandek bir xil ahvol. Shuning uchun Abduhakim Bey dedi, bu siyosiy oqibat ig'ir bunda uqtirish chiqarganlarga. Shuning uchun bizga buning chiqarilishi, Xitoyni bu uqtirishga bog'lishi, Xitoyning berishining oldingi kunda chiqarib, Xitoy ko'rishayotgan bir odamning jinoyatchi ekanligini xalqaraga uqtirish, bu bizga bergan bir umid, bir ilhom, bir fursat bu. Demak, Xitoymi shu, Xi Jinpingmi shu jinoyatchi bilan ko'rishdi, uning bilan quchoqlashdi, uning bilan do'st degango deyman. Tunugimmi Xi Jinpingning nomida, Putinning nomida bir parcha cho'ng maqola e'lon qildi bular o'zlarining gazetlarida. Xitoy Rus munosabati yangi bir bob deb taraqqiy qildiganligini, bularning do'stonligining yuqori chekilimining yo'qligini, demak bular o'zini bir yerga bog'ladi, bir kemiga chiqdi. Shuning uchun burundan hamda tunugin yoki bugungi kaygacha G'arb dunyosining maqsadi Xitoy bilan Rusni arib turib, oldida Rusni yig'ishtirish, uningdan keyin Xitoyga o'tish bo'lgan bo'lsa, hamda G'arb dunyosi Xitoy bilan Rusni aramaydiganligini, yana zolimligini qiladiganligini, zo'ravonlar bilan birga tepishadiganligini, buni xalqaro dunyosiga qanchalik tassangmi yeniga kelmaydiganligini buni his qildirdi. Bu eng cho'ng bir siyosiy oqibat, yana bir oqibat. Shuning uchun hamda bizning gapimizni anglaydiganlar jiqaroq chiqishi mumkin. Xitoyniki biz buningda azroq diqqat qilsak bilamiz. Masalan, Xitoyninki shu Covid virus chiqishining oldida biz gap qilsak Uyg'urning gapini anglaydiganlar bak chiqamasdi. Virus chiqib edi, Xitoyning atbeshiri, Xitoyning mas'uliyatsizligi, Xitoyningki yomon niyati pash olishga boshlagandi. Bizning gapimizni anglaydiganlar, o'rishadigan senatorlar, qonunlar kayni-kaynidan chiqishga boshladi. Bugungi kunda
Endi qonunlar o'tishga boshlanyapti. Yangi qonunlar yana ko'rilyapti. Endi Xitoy bugun ertagacha 3 kun turdi ekan Xi Jinping. Bugun badi. 3 kunning ichida menimcha bir ikki bayonot billa e'lon qildi. Buningda hattoki qurol yaraq yordam berish bir kelishimlarini e'lon qilib kelish ehtimoli cho'ng. Xi Jinping hozir tavakkullik qilyapti, talbilik qilyapti. Unda bo'lib qolsa Xi Jinpingni bu tizimlik kirgizish menimcha bak tas emas. Uyg'urninki abay dedik, Adrian Zinzning doklati qo'limizda tayyor. Şunu apırıp yanılı bəsək xalqara jinoiy ishlar sotiga yana abay degandek mayli Germaniya olamda Amerika olam birer 3-4 davlat qo'shilib tang sunsalar Xi Jinping shu tizimga kirildi. Bu ijroq emas. Shuningga bu siyosiy ta'sir mayli Amerikada bo'lsin, mayli hattoki Xitoy ichida bo'lsin, mayli Rusda bo'lsin, xalqaro dunyosida buning ta'siri cho'ng. Buning ta'siri cho'ng. Onundan keyin yani bir gapni qistirib tugitime uqtirish chiqadi. Abay dedik, ba'zi davlatlar masalan Ömer Bashirni o'z vaqtida Turkiyadan yo'lga solgan. Ammo har qanday davlat bu davlatlarninki tutuq buyruq chiqargan amaldorni chaqirishdan burun bu davlat o'zimi nayti dangsaydi. Bo'lamdi, bo'lmamdi, chaqirsam qanday bo'lar, oqibati buni men mayaga chaqirsam yana birisi xafa bo'lib qolarmi? Ular bizga jazo qo'yib etami? Degan. Shuning bilan bu ko'rinish siyosiy oqibat ig'ir bu. Xalqarada qarashlar qaraganda cho'ng ta'sir ko'rsatmaganda qilgan bilan ba'zi narsalarningki, masalan, Rusga jiq jazolarni ipadi. Bank sistemasidan g'arb dunyosi chiqaryapti Rusni. Chiqarib etishi bilan jiqladi de Rusning iqtisodiy asqigandek emas deydi. Ammo yaqinqi ma'lumotlar qaragan vaqtida Rus asqashqa boshlab, hozir hatto negativ chiqish ehtimoli cho'ng deydi. Buningda Xitoyga bu bir siyosiy oqibat ib keladi, o'xshash bo'ladi. Rahmat. Ben Dilşat efendim Muşat nimaga qassam Xi Jinping'ninki Rusiyaga 9-chi qatim safar qilish ekan. Putin bilan 32 qatimdan ko'p ko'rishgan ekan. Bence Xi Jinping bu da baya dilip ötülgendek çoğun bir deyimiz mavazdek bir saklashni ilib badi. Eğer bu kelgüsü 2-3 gün içinde özü e'lon qilgandek yoki Xitoy televizorlari axborot organlari e'lon qilib Xi Jinping urushni to'xtatishga, tinchlikni barpo qilishga kuchaydi degandek, agar navoda shunday bir narsani qilish ehtimoli bormi? Menimcha bu qaror chiqib bo'lgandan keyin, Putinni tutadigan qaror chiqib bo'lgandan keyin Putinning uniga ma'qul deyishiga men ehtimol bermayman shaxsan. Bu Xi Jinping bu da bu o'zining berishi bilan Rossiyani qo'llaydiganligini, tanlaganligini aniq deb qarayman. Eğer bu şundakken o vaqtida Hindiston mı Rossiyani qo'llashdan to'xtaydi. Hazır Amerika ve Kudat deb mesela Hindiston, Yaponiya, ondan keyin Avustraliya birleşip Angliyalı bu Janubiy Sharq Osiyo Pasifik tarafda Xitoyga qarshi bir maydonni tutyapti. Endi Avrupa Birligi bo'lganda degan vaqtda Avrupa Birligi davomli Xitoy bilan işbirliği elip verip, ticaret qilib, belki Xitoy bizni tushunadi. Bizningki bu Rossiyaga bo'lgan nimasini to'xtatib, bu Ukrainadagi urushni to'xtatib bersa, biz Xitoy bilan hali uzun bir muddat ish olib bora olamiz. Amerika bilan bo'lgan problemi bizni ilgilendirmaydi degan bu nazariyalar hali ko'p edi. Biroq bu demek Xi Jinping'ninki Moskvaga kelishning oldida Putinni tutish buyrug'i chiqish bilan birga Putinning bu tinchlik tarafga mingish nimasi kesiltilgan istiman. Bu da bu Putin undaq asan bo'ysunadigan undaq bir tüpme emas, undaq bir kishi emas. Uning hozir qadar bizning kuzatganimiz qaragan vaqtida undaq asan boy egmayma, tarixda boyun egmasdan cho'ng Aleksandrga o'xshash, eski Peterga o'xshash tarixda o'taman deb yo'lga chiqqan odam. Menimcha bu Xi Jinping bu nimada o'z davlati uchun, o'zi uchun cho'ng bir sakladi. Bu saklashi balki uning tugishininki bir boshlanishi bo'lib qolish ehtimoli bor va biz Uyg'urlar uchun yangi fursatlarninki kelishi
aldığımızda turu ötüptü. Onun üstüge bir qancha günden keyin mübarek Ramazan kelip ötüptü. Bu Ramazanda mı bütün dünyadaki Uygurlar hemmimiz hem dua kılsak, hem bu zulümün tügüşüge, bu zalimnin veyran buluşuğa hem dua kılsak, hem tirişsek, hem aklımızı işletsek, hem fikrimizi işletsek, Xudayim buyursa biz bu zalimga tetiyalayımız. Bir fırsatla Xudayim bir yollarını berip bizge yana bir yollarını köstüdü degan ümitdiman. Abdikimnikiga qo'shibla bir ig'iz. Hindiston bugun xabarda berilishicha Hindiston bugun Rus bilan bo'lgan butun savdo hamma nimani cheklim qo'yganligini uqtiribdi. Ammo xalqaroninki jazonomasini qabul qildiganligini, hatto Hindistonning har qanday shirkat Rus bilan bo'lgan savdosida xalqaro cheklimiga bo'ysunish, agar bo'ysunmasa uni Hindiston hukumati jazolaydigan to'g'riliq uqtirish chiqarib, bugun Hindistonmi Rusni qo'llamaydigan bu tarafga o'tibdi. Bu shu shakasizlik degan emas, bu shu Gaaga xalqaro sudininki qarorini e'tirof qilganligini bildiribdimi yoki uni demabdimi? Ya, uni demabdi. Ammo mana Rusga qo'yilgan Ukraina tajovuzidan keyin Rusga qo'yilgan butun iqtisodiy cheklim xalqaroning shuning hammani ijro qilganligini, bu uning oldida Hindiston yana Rusdan neft u bilan setib olgan, Rusning bahasi bo'yicha. Hozir hamda har bir barrel $60 eshib ketsa olmaydiganligini, setilishga bo'lmaydiganligini, shu bo'yicha mangdiganligini xalqaro embargo bo'yicha shuni debdi. Ko'p rahmat sizningki tushuncha bayoningiz uchun. Unda bo'lsam, oxirida bir savol, ya'ni shu Abduhakim aka sizga. Yuqoridan ilishayotgan Shi Jinpingningki shunday oqibatga qoldiganligini, xalqaro sudninki qaroriga, xalqaro sudning tutish buyruqiga duch kelgan kishilarningki muqarrar jazoga uchraydiganligini, mayli baldur bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, bu nuqtadan so'zlab o'tdi. Hamda sizdan udullam so'ray, Shi Jinpin uchun shunday bir qarorni chiqarish mumkinmi? Bence mümkün. Çünkü her mümkün bo'lmagan nurg'un ishlar hozir dunyoda mümkün bo'lyapti. Shi Jinpin'ninki bu irqiy qirg'inchilikqa bevosita o'zining rahbarlik qilganligi oshkora. Gerçi New York Times gazetasi, New York vaqti gazetasi o'z vaqtida qochirilgan ma'lumotlarning to'liq hammasini o'tirg'a qo'ymagan bo'lsa-mu, o ma'lumotlarda Shi Jinpinning Sharqiy Turkistonda ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikqa o'zininki boshdan oxir rahbarlik qilganligi bu aniq va xalqaro jinoiy mahkamasi bo'lsin, mayli xalqaro davlat mahkamalari bo'lsin, bu o'rinlarda biz davomli ishlarni qiqib, yangi fursatlarni izlab elib berishimiz kerak. Bugun Shi Jinpin bir qancha yilning oldida bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa boshlashning oldida men shunday ismda bor. Bu Amerika'da Obama davrilerinde Xi Jinping'ni şundan maqtashatdi. Nayti deymiz mötedillidir, nayti sempatik kişi, xalqlar bilan tamoq yeydi, ağırlaşıdı, mağıdı. Bu kişi Xitoyni reform qilib, bir demokrasiyani akiladi degan shunday bir tushunchalar batdi. Biz uni ishonmaydik. Ama 5-6-7 yildan keyin mana bugun Xi Jinping'ninki ömür boyu bir diktator bo'lganligi, bütün davlatni o'ziga bog'laganligi, hatta Deng Xiaoping tiklab qo'ygan kollektiv boshqarish sistemini yo'qotib, o'ziga sodiq, ya'ni layoqatlikni tashlab qo'yib, sadoqat bo'lganlarni atrofiga yig'ib, bu yo'lga manganligi va bugungi kunda shunday bir Yevropadak Xitoyning Yevropa bilan iqtisod olib berishi nayti kuchli bo'libmi, Germaniya bilan, Fransiya bilan. Bular bu Rusiyaning tahdidi ekan ve bu Avrupa'daki bu xalqaro jinoiy mahkamasidan Putinni tutish qarori chiqqan diqqat e'tibor bermasdan bu Rus Putinga ma'naviy destek berib ve amaliy destek berib qilishlarining o'zi bu Shi Jinpingni bizningki taxminlaymiz biraz hilgarlik qilib oqib o'tib olgan bo'lsa, bu fursat bilan bu hozir o'tirg'i chiqishga boshladi. Bugün bulup biz bu Polşa'da his qilganlarimiz şu bo'ldi. Bular hammasi
urushni Putin boshlatgan, Putinga ham eslashimiz kerak degan bo'lsa bugun, ya Putinning keynidagi Xi Jinping bor ekan. Bu Xi Jinping mavjud ekan, bu urush to'xtamaydi ekan degan kelganligini ko'rdik. Menimcha bu davom qiladi. Bu haqiqatni hech qanday yerda uyushtirib olib bo'lmaydi. Xitoyninki nimaga bergan masalan bergan qurollarninki haqiqatan tafsilotlari qadar biz ba'zilardan ma'lumotlarni oldik. Bu uçqusiz aeroplanlarni Xitoyning berganlarininki ba'zi chipslari Gollandiyadan imoratga berilgan ekan, imorat Xitoyga bergan ekan. Yani bununki nereden qanday kelganliklaridan tortib bu nimalar bilib bo'lgan gap. Xitoyning oldiga qo'ygan gap, isbotlagan gap. Agar bu ko'p isbotlanaversa, bu Xi Jinping bo'lgan g'arbning va dunyoning, erkin dunyoninki qarshi o'zgardi va bizmi bunga moslashib, biz bu dunyodagi vaziyatninki arkada qalmasdan biraz aldığını mölçerlep menişimiz gerek. Mesela sizinki bu programını bugün orunlaştırıp, İlşat Efendim bilen bizde interview kılıp, qanday meseleler var, qanday imkaniyetler var, qanday tahminler var kelgüsü hakkında. Özümüzden akli idrakimizden yetişice sözler, fikirlerini bir kolap bekişimiz, bu mu muş işindeki bir hayretini bir de qarayman. Çok rahmet. Onda olsa programımız nayet yaxşı bo'ldi deb o'ylayman. Oxirida ikkilaringlardan bir savol so'rayman. Shuning qarta javobinglarni olsam, undan keyin bir soat davomlashibdi programmani oxirlashtirsak. Endi biz bilganimizdek dunyoda hech bir ish o'zidan amalga oshib qolmaydi. Endi bizningki masalamizningki sud mahkamasidan qabul qilinmay rad qilinib yoki hozirgacha bir da'voning boshlatilmasligi bu yerda ma'lum bir davlatninki bizningki nomimizda el sunmaganligi uchun bizni qo'llaydigan yetarli xalqaro qo'llashning bo'lmaganligidan deb o'tildi. Shundaqla Ukrainaninki bu masalasining kun tartibga kelishida munosabatli davlatlarning kuchishi shundaqla ularninki kuchishiga sabab bo'lgan bevosita tahdid his qilish qatorliqlar bor. Shuning uchun bizning zimmamizga yuklangan yukninki Ukrainaliklarninki zimmasiga yuklangan yukning texnik ig'irligini his qilyapman. Bu qonuniy musofirni bitishda. Albatta jang maydonlarida Ukraina xalqining qanchalik fidokorlik ko'rsatganligini va ko'rsatayotganligini ko'ryapmiz. U jihatda bizga tamoman ulgu bo'la oladi. Ammo qonun sohasiga kelgan vaqtda ularga shakllangan xalqaro atmosfera bizga yetarli shakllanib bo'lolmaganlik ham bo'lish ehtimolligi mo'tavil. Undaqda bizning ustimizga tushgan yuk texmo ig'ir bo'ladi. Shunga Xi Jinping'ninki ustidan shundoq bir qarorning chiqarilishi xalqaro adolat sistemasida bizning qutib chiqishimiz uchun biz Uyg'urlar nima qilishimiz kerak? Biz davomli ma'lum bir davlatning biz uchun o'ttirg'i chiqib o'zininki ko'ngildan chiqarib bir ish qilib berishini kutishimiz kerakmi yoki biz buning uchun paravuzliq rol o'ynashimiz kerakmi? Mushaqdagi ishlarning qarashini anlasak, undan keyin programmani oxirlashtirsak, qaysinglar baldirib boshlashni xohlasanglar? İlşat efendim kes. İlşat sen. Birinciden men bir hayajonlanib, bir sovup ketmaslik bizning xalqimizga. Putinga chiqadi, atili Xi Jinpingga chiqaramdi deganda atan atayin. Shuning uchun biz idiy jihatdan tayyor bo'lishimiz kerak. Nihoyatda tamkin, sovuqqonlik bilan vaziyatni kuzatishimiz kerak. Vaziyatning har xil ehtimolini mo'lcharlashimiz lozim. Masalan, men Xi Jinpingning buda berishidikisini men yana manda o'ylayman. Ikki xil ehtimol bor. Bu yerda bu uqtirishning chiqarishi, Xi Jinpingninki berishi. Birincisi, Yevropa hozir bu urushni tezdan tugatishga oldirayotdi. Masalan, bundan kun Yevropaning qaysi davlatining, Angliyaning, Germaniyaning, yo'q, Germaniyaning emas, ya Polsha ya boshqasining tashqi ishlar ministrining bir so'zi bor. Bu urush amalba bir yil oxirigacha tugish kerak. Ukraina qaytirma hujumga o'tib, Rossiyani qistab shu yerga shu chekindiganga opirishi lozim. Buningga butun vujudimiz bilan yordam qilishimiz lozim dedi. Buning oxir ko'rinishi nima deganda, kelar yili Amerikada saylam rasmiy boshlandi prezidentlik.
Hazır demokratlar ya çıkalaydı ya çıkamaydı. Çıkanmaslık ihtimali çoğun prezidentlikka. Eğer çıkanmay kelip, mesela hazır DeSantis Florida'nınki. Bu adam çıkıp geliş ihtimali çoğun olganda, bu adam burnakin yakıldı, sözde Ukrayna uruşu bilen Amerika'nın münasebetinin yokluğunu, bu uruş bilen bizninki bekcik arışıp geçişimizden haceti yok degandek söz kıldı. Bu manda degen vaqtida Xitoyga ümit vergen bolsa, Rusga o'xshash bir ümit. Bu demeklik bu urushni kelar Amerika'nın saylimidan keyin davomlashtira olsa, balkim Rusning o qobiliyati bor deb o'ylayman. Cho'ng davlat ishki jihatdan qalaymiqan chiqmasa, g'arb dunyosi qat'iy niyatga kelib, Rusninki shu Ukrainaga to'xtamay avatayotgan qurol yaraq yo'llarini to'simasa, Rus kelar yil oxirigacha yana bu urushni davomlashishi ehtimoli cho'ng. Unda bo'lgan vaqtida Amerikadagi siyosatning o'zgarishi bilan Rus davomlab qolishi ehtimoli bor bo'ladi. Bu xil ahvolda qanday bo'ldi deganda, mening farazim shaxsan o'zimning ko'z qarashi Xi Jinping buna berib, Rusga shu madadni berish chidabdi. Xitoymi Amerikaning siyosatdagi o'zgarishini kutyapti. Yana bir chiqqan prezident qaysi pozitsiyada bo'ladi, biz hech kim bilmaymiz. Amerikaning siyosatchilari chiqishning oldida qilgan gapi bilan chiqib bo'lganligiga qilgan gapi odatda o'xshamaydi. Bu o'xshamaslikni uni yag'anchi demaymiz. Talada turib gap qilishlar uyning ichiga kirib gap qilish o'xshamaydi. Uyning ichidagi sharoit siz ko'rgandan keyin o'rindiqning qayerligini, o o'rindiqning o'tasa qo'ng'i yumshoq deganda qattiq tegadiganligini kirib o'taganda biladi. Teshida turib hech kim bilmaydi, shunaqa hamma gapni qila oladi. Kirib bo'lgandan keyin o'rindiq o'tirib yiqib, undan keyin ig'irligini, qattiqligini shu yer bilgandan keyin ma gapni demasam bo'pti-ku, a gapni desam bo'pti-ku deydi. Shuningga o gaplarni o'zgartirdi, siyosatni shuni o'zgardi. Shuningga Amerika kuchli bo'lgandan keyin butun dunyoning ko'zi saylamdan keyingi kim chiqadi? Chunki Biden hukumatining siyosatida oxirgi yilida har qanday prezidentning saylam oldidagi bir yilda cho'ng ish o'zgartirmaydi. Bo'libmi hozir parlament republikanlarning qo'liga o'tdi. Bunday sharoitda Putin nimaniki Bidenning jiq kaskin bir siyosatlarni tuzash qiyin bo'ldi. Shuning uchun mana degan vaqtida men demoqchi bo'lganim, bu siyosatlarni biz xalqaroning taraqqiyotini kuzatishimiz kerak. Umidlik bilan davomlashtirishimiz kerak. Ablikim naiti aniq bir anima o'zingiz dedingiz. O bo'lsa biz xalqarodan ma davlat bizni kutami, a davlatga basak bo'lammi? Hamma davlatga berishimiz kerak, ham parallel holda o'zimizmi birinchi qitim Xitoyga rad qilgan bo'lsa, ma Rusninkini mana 16 ming o'quvchi balla to'g'riliq akatganligi uchun Putinni sotga yo'llabsa, Uyg'urning manchilik nima javob qilinmaydi deb ma'ni oldi jurnallarda bularni chiqarish orqali ulardan savol so'rash istishimiz lozim. Xalqaro dunyosiningki, g'arb dunyosining eng yaxshi yeri biz erkin matbuotdan foydalanib siyosatchilarni va so'tchilarni shu yerga qistab olib javob berishga, uning majburiyatini ado qilishiga istishimiz lozim. Bu bizga tayyor. Biz buni qila olamiz, qilyapmiz. Ma'lum darajada xeyli bir yerlarga opiraladik. Shuning uchun menimcha buningda umid cho'ng. Amalik sovuqqonlik bilan bo'lishimiz kerak. Bir xush xabarni anglasak, do'ppimizni osmonga etib, "Ati bizga kelgan bo'ldi" deb qo'shib ketib, o'g'illikka azroq havo o'zgarib qolsa yana umidsizlanadigan bunda hayajon bo'lmasligimiz kerak. Bizning kurash uzun muddatli kurash. Bizning dushmanimiz butun dunyoda xeyli-xeylilar not o'qib, ayminib, udul gaqilolmaydigan bir dushman. Ammo biz shuningga to'qaga chiqib, tang ilishyapmiz, tang kelalidik. Demak, bizda qudrat bor, kuch bor, aqlmi bor, yetarlik. Bizga g'ayrat, jasorat, yana birisi hamda uzun muddatga chidamligimiz kerak. Oxirsini hamda bir 2 kunning oldida o'qigan bir kitobdiki, Yahudilarning bir hikoyasi orqali
hikoya emas, rost bo'lgan bir ish ekan. Shuning bilan oyoqlashtirma. Maqsadim ümit berish. Chunki Ablikim dedi, hem özümüz hemmimiz bilimiz, o'g'illikka ulug' Ramazon hammamiz şu aylarning sultoni bo'lgan, yilning sultoni bo'lgan Ramazon oyi kirdi. Hammamiz farzimizni ado qilish, shuning bilan tang duo qilamiz. Nazining vaqtida, uning oldida Germaniyaningki jamiyatida bu Nazilar chiqishning oldida imperiya vaqtida Germaniya qonun hazırlab Yahudilarning German puhraligini beribdi. Bergandan keyin tizdan Yahudilar yetilib, sotchi, advokat, professor, aybliguchi, olim hammasi yetilib chiqqan. Hammamiz bilamiz, Einsteinga o'xshash. Shunga Nazi lager qurilgandan keyin bu advokatlar, sotchilar, hatto Germaniyaning oliy sotida ishlagan sotchilar, advokatlar hammasi lagerga kiribdi. Hatto bu yerda rabbaylar aka bir necha cho'ng ziyolilar hamdi. Shunlar bular yig'ilib, qaqshab bir-birsiga hol etishib, shunlar oxirisi hammasi jiqarag'i deyishibdi-da. Bu yaratquchi mana bizni tanlagan millat deb biz shunchalik ishondik, bizga hech bir ko'zni ochmadi, ko'midi, mana buningga hech bir duo qildik, hech kim amal bo'lmadi. Bugunki bu kunga qoldik. Bugun biz bir sot ochaylik debdi. Sot içip yaratquchini sotlaymiz deb. Shuning bilan sotchini tanlabdi, ayblig'ichini tanlabdi, advokatni tanlabdi. Shuning bilan bu yerda sot ichibdi lagerning ichida. Ayblig'ichi butun nemisning o'tkazgan bu jinoyatlarni deb, mana mushuninga hamda nazilarnikiga Xudo bizga yordam qilmadi. Yordam qilmaganniki bu jinoyat deb. Oxirisi sotning hukmi jinoyat otilibdi yaratquchiga. Otilib, shuning bilan sot tugabdi. Tugandan keyin bosh sotchi debdi, hammamiz bugungi sotni Allohga yaratquchiga duo qilish bilan oyoqlashtiraylik debdi. Shuning bilan bular duo qilib, bu sotni oyoqlashtiribdi. Shuning bilan hamda shu vaqtida nayt qayil bo'lganlar bor bu sotdan. Ammo lekin naroz bo'lganlar bor. Axirgi natijada hamda bu yerda aqlaganlarning ko'z qarashi shu vaqtida bir advokat aqlabdi. Aqlug'ichi nima debdi deganda, bizga shu zaminni yaratquchi bizga atagan, bizga bergan. Biz ammo u yerdan arilib chiqib ketgan peti o'zimizni unutib qoldik, vatanimizni unutib qoldik. Shuning uchun biz har bir yerlarda mashunda sarson bo'lib yurdik. Yaratquchining bizga bergan shu muqaddas zaminiga, shu majburiyatimizni unutib qolganligimiz uchun bu jinoyatlarni bizga berdi. Nima bu zulmni, maqsad qiyinchilikni. Maqsad bizni oxirisi shu zamonga qaytsin degan bo'lishi mumkin. Biz shuni ado qilsak balkim qutulamiz debdi. Ammo oqibatini men demay, chunki biz musulmon ba'zi yerlarda nayti qiyin bir xil nimada qolamiz. Ammo demak, umid bo'lsa, duo qilsa, shu duo yana qabul qiladi. Shu sotni ochganlarmi oxirisi o'zining sotini yana shu yaratquchiga qilgan duoyi bilan, garchi yaratquchini jinoyat atgan bo'lsa-mu, ammo yana duo bilan yaratquchidan umid qilgan, shu umidi hamda ularningki bo'yicha hozirgi amaliyotda shu qabul bo'lgandek vatani bor. Shuning uchun bizmi duo qilaylik. Shu duoyimiz qabul bo'ladi. Yaratquchining ko'may, yaratquchining bizga bergan majburiyatini, vatanni qo'g'dash bizning islomdami hammamizga otilgan majburiyat. Vatan, millat, e'tiqod buni qo'g'dash. Shu majburiyat uchun hammamiz majburimizni zimmamizga olaylik. Rahmat, tugadi mening gapim. Ko'p rahmat. Lekin bu güzel gaplarning ustiga gap qatish pek to'g'ri kelmaydi. Ben şuna bu İlşat Efendim'den degan gaplarning hammasi bizning yurakdan chiqqan gaplar. Faqatlam shuni unutib qolmaslikni men rijo qilaman. Men haqiqatan o'zim shuni unutib qolmayman. Biz bir jangda, jang maydonida g'alaba qildigan vaqtlar bo'ladi, mag'lub bo'lgan vaqtlar bo'ladi.
Ama düşmanni yo'qotgan qadar bu jang davom qiladi. Maqsadga yetgan qadar bu jang davom qiladi. Bizniki vatanimiz Sharqi Turkiston ozod bo'lgan qadar bu jangimiz davom qiladi. Ota-onamiz, urug' tuqqanlarimiz ko'rgan qadar bu jang davom qiladi. Ya bu dunyoda, ya u dunyoda ko'ramiz. Ammo bir mag'lubiyat bilan o'zimizni tugutib umidsiz bo'lmasligimiz ve bunu xuddi hozir dunyoda bundoq bir narsa modadek bo'lyotidi. Amerika ani qilyotidi, Rossiya mani qilyotidi, Xitoy ani qilyotidi. Men bir ish qilsammi, baribir shuning degani bo'ldi. Undaq gap yo'q dunyoda. Janob Alloh har bir odamning qilg'ini qarab, sabab qilg'ini qarab beradi. Bu dunyo tarixida isbotlangan. Shunga biz Uyg'urlar davomli aqlimizni ishlatib, umidni Janob Allohdan kutib, ittifoqdoshlar bo'lsa imkon qadar dushmanga ittifoqdoshlarimizni avutib bu dushmanga taqobil turishda va bu biz bu yerda xalqaro jinoiy mahkamasining so'zini qilib o'tibmiz. Agar yerda bir qatim bizning iltimosimiz rad bo'lgan bo'lsa, ikkinchi qatim rad qilinmagan shaklda berishimiz kerak. Shunaqo. Bu yerga qaytadan hozirliklarni qilib advokatlar bilan maslahatlashib, delil isbotlarni tepib, yerga bo'ladigan va deymiz, nimaga o'ltiradigan, mantiqqa o'ltiradigan va shular qabul qiladigan narsalar bilan kirib borsak, menimcha bu nimaga yetishimiz deb qarayman va biz davomli o'zimizningki milliy irodamizni mustaqil tutishimiz kerak. Milliy irodamiz biror davlatning saylamiga, biror voqeaning biror narsasiga bo'lib qolmasdan, milliy irodamizni mustaqil tutib, agar bunday bo'lsa qanday qilamiz, buning plani qanday bo'ladi? Agar ma shaklda bo'lsa qanday qilamiz deganga aqlimizni ishlatishimiz kerak. Men bu yerda bugun shuni demoqchiman, biz vatanimizni davomli vatanimizda bo'layotgan ishlarni o'rganishimiz kerak. Mana tunugunki Erkin Asiya radiosining xabari qaragan vaqtida Qashqardan kuniga 30 qatim Xitoyninki ichki o'lkalariga o'tul aeroplan qatnashini olib beribdi. Bu nima deganlik? Xitoylarninki havo ipak yo'lini amalga oshirayotganlik deganlik. Vatanimizdagi biz lagerlarni so'zlayapmiz, turmalarni so'zlayapmiz. Xitoylarninki Uyg'urlarni tamamen iqtisoddan mahrum qilganligini buni isbotlashimiz kerak. Chunki mol mulkmi bir huquq. Uyg'urlarninki zaminlari tartibilindi. Shirkatlari, pullari to'ng'itildi. Bularninki bütün tapqan tapovatlari ketdi. Biz buni Dünya Savdo Mahkemasi yoki bu Dünya tijoratlarning shunday mahkamasi bor Jenevada. O taraflarga bir nimalarni isbotlab berib, Uyg'urlarninki pullarni musodara qilganliklarini, buni boshqa millat deb qilganliklarini agar isbotlay olsak, o taraflarga berishimiz kerak. Biz bütün dunyodagi mavjud imkoniyatlarni, yo'llarni hamma tarafni aqtirib, aqlimizni ishlatib mansak bu makkar, g'addar bu Xitoy kommunist hokimiyatiga taqobil turalaymiz deyman. Chunki haqiqat haq biz tarafda, bular yolg'on tarafda, botil tarafda. Ko'p rahmat. Ikkingilarninki qimmatli vaqtinglarni chiqarib, bugungi programma qatnashib berganlar uchun ko'p rahmat aytaman. Bugungi programmamiz eng ko'p ko'rilgan bo'lib, bu naq maydondan eng ko'p ish ko'rgan bir programma bo'ldi. Buningdan xalqimizningki navbatdagi masalaga intayin ko'ngil bo'lganligini ko'rishga bo'ldi. Biz bundan keyin shunga o'xshash dal vaqtida va ahamiyatli programmalarga har qaysinglarni taklif qilamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz shu yerda oxirlashdi. Ramazon oyinglarning muborak o'tishini, duolaringlarning, ibodatlaringlarning qabul bo'lishini umid qilamiz. Allohga omonat. Allohga omonat. Ramazon muborak. Ramazon muborak.